Agar sizni farzandingiz hali 17 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu noto'g'ri harakat uni o'limigacha olib borishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Gap aql haqida ketyapti. Hattoki bundan 100 yil oldin ham o'rtacha insonlarning jag'lari hozirgi holatdan ancha keng bo'lgan. Sababi u davrda odamlarning ovqat ratsionida hozirgiga qaraganda qattiq yeguliklar juda ham ko'p bo'lgan. Shuni hisobiga har doim kuch bo'lgani hisobiga jag'lar yaxshi kengayib o'sgan va mushaklar baquvvat bo'lgan. Hozirgi davrda esa farzandlarimiz nafaqat, balki o'zimiz ham qotgan non, sabzilar, mevalar umuman yemay qo'yganmiz. Buning natijasida jag'ga tabiiy keladigan kuch ham yo'qolgan va jag' o'smay qolyapti hamada. Shuni hisobiga kuchimiz ko'payib ketdi. Va buning natijasida jag'lar torligi hisobiga aql tishga joy qolmayapti. Aql tish chiqqanda qiynalib, shishib, og'rib, isitma berib, yiringlab va uni vaqtida davolamasdan uni asoratlangan holatlarida, ba'zi holatlarda o'limga ham olib kelyapti. 15 yillik stomatolog sifatida maslahatim, bolalaringizni har doim ko'rikka olib borib turing. U 17 yoshdan oshgandan keyin stomatologga olib borib tekshirtirganingizda aql tishlar qiynayotgan bo'lsa, olib tashlab vaqtida muammoni hal qilish kerak. Yana ham ko'proq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib kuzatishda davom eting.